Bitta, ikkita, uchta. 3 ta teshikni tevaga chiqarib berishar ekan. Bu nima deydiganlarga, bu to'lmaydigan kanalizatsiya bo'ladi. Qaranglar, novostroyka quryapsizlarmi yoki oshxonaga farqi yo'q, qanaqa joyga bo'lsa ham xuddi shunday to'lmaydigan kanalizatsiya qildiradigan bo'lsalaring, davlatga 1 so'm pul to'lamas ekansizlar. Ya'ni qaranglar, bu qilayotgan ishlariga anchagina garantiya berishar ekan. Narxlari nech pul bo'lyapti, qancha garantiya berishyapti. Bundan tashqari qatlarga ustunovka qilsa bo'ladi, xonadonlarga ham ustunovka qilsa bo'ladimi, yo'qmi? To'liq ma'lumotni akamizdan olamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamang. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Xo'p aka, bu to'lmaydigan kanalizatsiya deyilyapti. Bu butun umr to'lmaydimi aka? Butun umr to'lmaydi aka, parashok orqali ishlaydi bu narsa. Butun umr to'lmasligining sababi parashok bilan ishlaydi. Bu qanchadir miqdorda baribir tushib turgandan keyin bu to'ladi-ku, bu to'lsa qana bo'lib yo'qib ketadi bu. Aka, parashok yog'lamani tergan hisobiga u suvga aylanib ketadi. Bundan terishini suv bo'lib chiqib ketadi. Va suv qayerga chiqib ketadi? Suv mana ertaga singib ketadi. Ha, suv hozir batdan kanalizatsiyadan tushsa, mana bu turbalardan chiqib ketadi. Ha, shulardan chiqadi. Bu turbalar tagida teshib qo'yganmisizlar buni tagini? Ha, turbalar tagida teshib. Turbalarni tagini teshib qo'yilgan ekan, ha? Mana unda qilib teshib qo'yilgan. Ha, bular tagini teshib qo'yilgan. Xo'p, bu tomondan chiqadi suv. Ha, o'sha yerdan chiqishi. O narigi chekkadagi gryaz tushishi bunisi. Ha, bundan o'sha axlatlar birinchi kelib shunga tushadi. Tushadi. Mana avarini xod qo'yib qo'yganmiz. Lata-puta, salapan kelib tiqilsa, pampers. Bu yerdan yana o'zi bir marta tortib tashlaydi, yana ishlayveradi bu narsa. Ha, ya'ni to'lib qolishaligisi yo'q buni. Munosib bo'lsa, ha, juda ham zo'r. Ya'ni, xo'p, bo'lmasa pampers, salafan tashalmasa. Bakteriya yeyolmaydigan narsalar tashlanmaydi. Qog'oz ketadigan bo'lsa, qog'oz ketaveradi. Qog'ozlar ketaveradi. Ya'ni qog'oz bo'lsa ketaveradi. Salafan klientga tushmasa bo'ldi buni ichiga. Endi xonadonlarga o'rnatilgandan keyin bilib bo'lmaydi-da. Pampers tashlab yuborishadi yoki salafan tashlab yuborishadi. Shunday holat bo'lsa, bunda bir marta tortib tashlashadi, yana ishlayveradi. Bu narsa ochib bekitilmaydi. Xo'p. Bu to'lmas ekan, xudo xolasa. Butun umr to'lmas ekan. Xo'p, ya'ni tashlaydigan bo'lsa, addenni xotam qilib ketsa bo'ladimi unga? Ha, bo'ladi. Bu yerga bitta koloduscha tashlab beramiz. U yerda kolodusda qolib ketadigan qilib to'sib beramiz. Ya'ni shuni ham bezopaslik qilib oldini olsa bo'lar ekan. Xo'p, aka, buni materiali qanaqa material bo'lgan? Steel house materialdan bo'ladi aka, shisha tola. Shishani qaramizdan. Xo'p. Sizga aka, siz ustunovka ichida bo'ladimi, dastlabki ichida aka. Xo'p, sizga qaysi holatda o'zingiz ko'lab olasizmi bularni bunday qilib? Xohlasang joy razmini aytamiz, ko'lab bersin, bo'lmasam o'zimiz kelib qazdirib olamiz. Mashina bo'lsa bo'ldi. O'zlaring ko'lab ham olaverasizlar, ya'ni texnika qilib bersa o'zimiz ko'lab olaveramiz. O'zlaring ko'lab olaverasizlar. Ya'ni mana shebellarni ham o'zlaringizdanmi yo bir olib berishadi? Shebellarni olib berishadi. Shebel turbasini olib berishadi, bizdan olib kelib joylashtirib berish bizdan. Ya'ni sizlardan banunisini olib kelasizlar. Bu katta bochkasini olib kelasizlar, dastavka olib kelasizlar, mana ularni olib beradigan bo'lsa, ustunovka qilib berasizlar. O'sha narxni ichida ketadi. O'sha narxni ichida. Xo'p, hozir bu joyimizga nechta tonna o'rnatildi? Bu yerga 10 tonnalik qo'ydik aka hozir. Bu yerga 10 tonnalik o'rnatildi. Eng kichkinasi nechta tonnalik? Eng kichkinasi 3 tonnadan boshlanadi aka. 3 tonnalik qatlaga moslashgan. 1000 tonnagacha ketaveradi. 3 tonnalik qatlaga moslashgan. 3 tonnalik xonadonlar aka. Ha, xonadonlarga ham qilsa bo'laveradi. Xonadonlarga ham bor. Xo'p, 3 tonnalik necha kishiga moslangan endi primyer? 10-15 kishigacha aka. 10-15 kishigacha bemalol ko'rsataveradi. Xo'p, qarang aka, batlarda hozir suv yo'q ekanda. Ba'zi 1 metrdan oshiq ko'langan ekan. Ba'zi bir joylarda borda yarim metrdan suv chiqib ketadi. Unaqalarga qanaqa? Bo'laveradi aka, bizga yarim metrdan chiqadimi, 2 qarashdan chiqadimi, ketaveradi aka hammasi. Ha, farqi yo'q, yarim metrdan. Bu suvda turaveradigan narsa. Suvda chiramaydi. Bu chiramaydi. Bo'lmaydi aka bu. Ya'ni qancha garantiya berasiz bunga? Bochkani o'ziga 50 yildan 100 yilgacha garantiya aka. Texnik xizmati 2 yil besplatni. 2 yil besplatni. Ya'ni 2 yildan o'tgandan keyin ham misol qanaqadir texnik xizmat kerak bo'lsa, kelib qilib berib ketaveramiz. Unisini kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Xo'p, aka, 3 tonnaligimiz narxi necha pul endi? 3 tonnalik 8 million so'm aka. 8 million so'mdan boshlanadi. Xo'p, xizmat ko'rsatish qanaqa bo'ladi endi? Joylarga. Joylarga shu joyni qazdirib berishadi. Hozir misol bizni O'zbekiston bo'ylab ko'radi-da, Voha tomon ko'ryapti, Vodiy ko'radi, ya'ni Esengi davlatlar ko'radi-da. Unaqa joylarga qanday bo'ladi dastavka ustunovkalari? Dastavka ustunovka kelishilgan holatda olib Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab tekimi yoki kelishilgan holatdami? Yo'q, Vodiyga 8 million so'm, Vohalarga 9 million so'm chiqamiz aka. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovkalari bor ekan do'stlar. Ekranda nomerga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, xudo xolasa, qanaqadir ma'lumotlar yetishmovchilik bo'lgan bo'lsa, to'liq ma'lumot berib o'tishadi. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, bemalol sizlarga ham chiroyli qilib, xuddi shunday qilib ustunovka qilib berishadi.